Artur Beterbiev Bivolga qo'l berishni istamadi va unga hurmat ko'rsatmadi. Qirg'izistonlik bokschi esa juda ham bosiqqonlik bilan harakat qildi. Men har doim o'z raqiblarimga qo'l uzataman va ularga minnatdorchilik bildiraman. Menimcha bizning dunyoqarashimiz boshqa. Beterbiev bilan birinchi jang e'lon qilingandan so'ng uning sobiq rafiqasi butun internetga uni sharmanda qildi. Да, я их настроила против тебя. Я ужасный человек. O'z farzandlarini mana shunday manyak qo'lida ekanligini bilgan Bivol birinchi jangga deyarli yaxshi tayyorlana olmadi. To'liq baza mashg'ulot bilan bu jangga yetib kelgan Artur esa bu jangni o'z foydasiga hal qilib oldi. Oradan 4 oy o'tib, Bivol bu jangga revanch olishga muvaffaq bo'ldi. Yaxshilab tayyorlangan, o'zini zo'r formasiga chiqib olgan Bivol mana bu jangga haqiqiy o'zini pik formasida yetib keldi. Umuman zarbasi o'ta kuchli bo'lgan, nima, kvalda urdi nima bo'lgan Beterbievni kuchli zarbalariga qarshi o'zining sovet uslubidagi jang uslubini qo'lladi qirg'izistonlik bokschi. Uni 1-1-1-1-2 zarbalari nuqul adresiga borib to'g'ri tegaverdi. To'liq davom etgan boks oqshomida Bivol g'alaba qozondi. Aslini olgan